O'rtoqlar, yaxshimisizlar, yaxshilar, qanaqasizlar? Sizlarni yoshliginglarni esga solay dedim. Qalay. Kim esida, kim yodida shunaqa narsalar qilib yurganligi. Hozir 30 gektarlik bog'imizda olma, giloslar, tevlikda kompot qildik. 10 tacha kompot chiqdi. Tayyor qilib. Lekin yoshlikni mana eslatdik. Mana 2006-2007 keldida men gilos teryapti, mashina qilsam. Mashina qilishgani, baglashgani bir o'ynashganida mashina qilib desam, yo'q deydi qarang. Bu hali alfa avlod, zeta avlod. Bilmayman, endi cho'payi kichkina, hozir katta cho'payib turdim mana. Mana. Kim yodiga tushdi? Shakar qo'shib, asal qo'shib ichganlar ham bo'lgan. O'rtoqlarimiz, achchiq ekan, tahir ekan deb. Tabiiy sok mana. Yoshligingizni eslagan bo'lsa, yoshligingizdagi qilig'inglarni komment yozib ketasizlar, o'rtoqlar. Oxirida hali qo'shib qo'yib yuboraman. Yoshlik seni o'ylamagan kim degan qo'shiq bor edi. Yoshlik seni o'ylamagan kim? Emanim yoshliga 18 yoshliga